Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadiyev Behruz Hafizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursidan ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz nomi ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalari binomial taqsimot haqida bo'ladi. Reja, tasodifiy voqealar, ehtimolliklarni qo'shish teoremasi, ehtimolliklarni ko'paytirish teoremasi, ehtimollik va kattaliklarning o'rtacha qiymati hamda binomial, taqsimot haqida bo'ladi. Xo'p, birinchi mavzuyimizda hisoblanadi molekulyar fizika kursi bo'yicha ehtimollar nazariyasi molekulyar fizika kursida nima uchun kerak? Bilamizki, gaz molekulalari juda katta songa ega va ular tartibsiz harakatlanadi, ixtiyoriy o'sha yo'nalish bo'yicha harakatlanadi. Ularning tezliklari har xil, diapazonda yotadi, oraliqda yotadi va bularning taqsimotini, o'sha energiya taqsimotini, tezlik taqsimotini va hokazolarni ko'rish uchun biz ehtimollar nazariyasi qonuniyatlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, birinchi qisqacha tushunchalarimiz hodisalar nima? Qanaqa hodisa turlari bor? Hodisa tasodifiy hodisa bor, bo'lishi aniq hodisa hamda bo'lmasligi aniq hodisalarga bo'linar ekan. Birinchisi, tasodifiy hodisa bu tajriba takrorlanganda sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin bo'lgan hodisa hisoblanadi. Bo'lishi ham mumkin bu hodisamiz, bo'lmasligi ham mumkin. Va buni PA bu yerda hodisaning o'sha hodisa bo'lsa agar, bu 0 dan katta, 1 dan kichik oraliqda yotar ekan. Ikkinchimiz bu bo'linishi aniq bo'lgan hodisa. Ya'ni har qanaqa holatda ham bu hodisamiz bo'ladi. Masalan, olaylik, o'sha quyoshning har kun chiqishi. Bo'lishi aniq har kun chiqish hodisasi. Bu ko'rib chiqilayotgan tajriba doimo sodir bo'ladigan holat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam xuddiki tangani ikkita tomonni ham gerb urilgan bo'lsa, agar tangani tashlasangiz agar doim gerb tushadi. Ikkinchi tomon yo'q, sababi faqat bir xil hodisa bo'lishi mumkin. Ho u tomon, ho bu tomon bo'lsa, baribir gerb tomoni tushadi. Ya'ni bu hodisamizning bo'lish ehtimoli bu 1 ga teng. Keyingisi bo'lmasligi aniq bo'lgan hodisa. Ya'ni ikkita tomoni gerb bo'lganda, raqam chiqish ehtimoli 0 ga teng bo'ladi, sababi unda bu yo'q. Ya'ni bo'lmasligi aniq bo'lgan hodisa bu ko'rib chiqilayotgan tajribada hech qachon sodir bo'lmaydigan hodisa hisoblanadi. Bu hodisamizning bo'lish ehtimolligi 0 ga teng bo'lar ekan. Tasodifiy voqealar ehtimollar nazariyasida amalga oshishi haqida oldindan hech qanday fikr aytib bo'lmaydigan voqealarga tasodifiy voqealar deb ataladi. Biror voqeaning ro'y berishi sabab bo'ladigan tajriba yoki shart-sharoit to'plamiga ehtimollar nazariyasida sinash deb ataladi. Masalan, tangani tashlayotganimizda uning gerb tomoni yoki bo'lmasa, raqam tomoni tushishiga oldindan hech qanaqa shart qo'yib yoki bo'lmasa aniq mana shunaqa bo'ladi deb deya olmaymiz. Yoki o'sha shashqol toshlarni otganimizda uning qaysi tomonni oldindan tushishini aniq aytib bera olmaymiz va bu tasodifiy voqea yoki hodisalarga kiradi. Masalan, tangani tashlayotganimizda buning ikkita tomoni bor. Buning tushish ehtimoli 50 ga 50 bo'ladi. Ya'ni raqam tomoni tushish ehtimoli 50% bo'lsa, gerbli tomoni tushish ehtimoli ham 50% ga teng ekan. Tasodifiy voqeaning ehtimolligi uning ro'y berish imkoniyatining miqdoriy o'lchovi hisoblanadi. Tasodifiy voqeaning ehtimolligi shu voqeani amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan sinashlar yordamida amalga oshiriladi. Demak, buni qaysi tomonni tushishini albatta o'sha sinash natijasida ko'rishimiz mumkin ekan. Agar sinashda tasodifiy voqealardan birining boshqalardan ko'proq ro'y berishiga hech qanaqa asos bo'lmasa, bunday voqealar teng imkoniyatli voqealar deb ataladi yoki teng ehtimolli voqealar deb atashimiz ham mumkin. Ya'ni o'sha tangani tashlayotganimizda buning gerb va raqam tushish ehtimoli 50 ga 50 dedik. Bu demak teng imkoniyat, sababi har ikkala holatning ham bo'lish ehtimolligi bu bir xilligi sababli bu teng imkoniyatli yoki teng ehtimolli voqealar deyiladi. Masalan, tanga tashlanganda gerbli yoki raqamli tomon tushishi teng ehtimolli voqealarga misol keltirdik. Teng imkoniyatli biror voqeaning ehtimolligi shu voqea uchun qulay bo'lgan teng imkoniyatli voqealar sonining sinashda uchrashi mumkin bo'lgan barcha teng imkoniyatli hollar soniga nisbatiga teng ekan.
Xo'p, hodisa ehtimolligi uchun demak klassik formulalarda ko'rib chiqamiz. A hodisaning ehtimolligi bu hodisaga mos keluvchi qulay natijalar sonining tajribaning barcha teng ehtimolli va o'zaro mos keladigan elementlar demak natijalar soniga bo'lgan nisbati hisoblanadi yoki mos kelmaydigan desak ham bo'ladi. Xo'p, bu PA'miz bu A hodisaning ro'y berish ehtimoli, ya'ni PA bu teng ekan M taqsim N. Bu yerda demak M da bu yuqoridan aytdik, M tajribada yoki hodisa uchun qulay bo'lgan o'sha natijalar soni bo'lsa, N'imiz umumiy o'sha demak sinashlar soni desak ham bo'ladi yoki tajribaning barcha mumkin bo'lgan natijalar soni. U demak ya'ni ijobiy bo'lsin, manfiy bo'lsin, uni bizga nimasi yo'q. Har qanaqa holatda ham demak umumiy sonni olishimiz mumkin. Xo'p, ehtimoliy hodisalar quyidagicha bo'ladi. Yuqoridan aytib o'tdik, bu bo'lishi aniq bo'lgan hodisalar. Bu M taqsim N teng 1 ga holatda chiqadi. Bo'lishi mumkin bo'lmagan demak hodisalarning ehtimolligi 0 ga teng bo'ladi va tasodifiy hodisalarning ehtimolligi bu 0 dan 1 oralig'ida joylashgan bo'ladi. Umumiy holatda ehtimollik quyidagicha ta'riflanadi. Biror voqeaning ro'y berish ehtimolligi sinashda shu voqeani amalga oshadigan hollar soni n1 ning sinashlar soni n ga nisbatini, demak sinashlar soni cheksizlikka intilgandagi o'sha limitiga teng ekan. Xo'p, mana bu demak formulasi, demak P barobar limit n'imiz, ya'ni sinash soni cheksizlikka intilganda n1 da n ga nisbati. n1 demak bu voqea amalga oshadigan holatlar soni, n esa umumiy o'sha holatlarning soni hisoblanadi. N esa holat soni cheksizlikka intilganda qanchalik demak voqeamiz realligini ko'rsatadi. Masalan, hop, o'sha tangani yana ko'rdik. Tangani tashlaganimizda bitta tashlasak agar bir martada masalan gerb tushdi, ikkinchisi 0. Ikkita tashladik, ikkinchi holatda ham masalan 2 ga 0 bo'lishi mumkin. Uchinchi holatda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin sinash sonlari cheksizlikka intilsa agar bu hodisaning ro'y berish o'sha demak ro'y bergan holatlar soni 50 ga 50 holatda yaqinlashib qoladi. Tangani juda ko'p marta tashlab, uning deyarli yarmiga teng bo'lgan holatda gerbli tomon bilan tushishiga, ya'ni demak P teng 1 taqsim 2 ga teng bo'lishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin ekan. Faqat buning uchun demak tajriba soni cheksizlikka intilishi kerak. Ehtimolliklarni qo'shish teoremasini ko'ramiz. Agar bizda P1, P2, P3 va hokazo ehtimolliklar yoki ehtimolli hodisalar berilgan bo'lsa agar, ya'ni bular bir-biridan mustasno qiluvchi bir nechta voqealar ehtimolligi bo'lsa, u holatda bu voqealarning birontasining qaysi birining demak bo'lishi bizga ahamiyatsiz hisoblanadi. Amalga oshish ehtimoli bu voqeaning ehtimolliklarining yig'indisi deyiladi va bu umumiy P'imiz teng P1 plus P2 P3 Pn ga teng bo'ladi. Ya'ni har bitta voqeaning ro'y berish ehtimolliklarining yig'indisiga teng bo'lar ekan. Masalan, demak yashikda bir-biridan faqat rangi bilan farq qiluvchi 100 ta shar demak yaxshilab aralashtirilgan bo'lsin. Ulardan 30 tasi oq, 25 tasi qizil va 45 tasi ko'k rangda bo'lsin. Demak, yashikdan qo'l tiqib rangli sharni olish ehtimoli qanday qizil demak sharni olish ehtimolligi 100 dan 25, ko'k sharni olish ehtimolligi esa 100 dan 45, rangli o'sha sharni olish ehtimolligi esa umumiy hisobda topishimiz kerak. Bu 10 dan demak 7 hisoblanadi. Sababi hammasini qo'shsa agar, masalan aytdikki, demak 100 dan 25, 100 dan 45 qo'shsa agar, demak 100 dan necha bo'ladi? 50, 70. Ya'ni 10 ga qisqartirsak bu demak 7 taqsim 10 bo'lar ekan. Mana bu demak hodisalarning P1 va P2 hodisalarning qo'shish teoremasiga misol bo'la oladi. Xo'p, ehtimolliklarni ko'paytirish teoremasi. Agar P1, P2, P3 va hokazo mustaqil voqealarning ro'y berish ehtimolliklari bo'lsa, u holatda bu voqealarning birgalikda yoki birin-ketin ro'y berish ehtimolli ulardan har birining ehtimolliklarining ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Ya'ni umumiy holatda ko'rishimiz mumkin. Masalan, qirralari 1, 2, 3, 4 va demak 6 ta bo'lgan mana bu demak 6 qirrali o'sha shashg'ol toshlarni ko'rishimiz mumkin. Demak 6 ta tomoni bor. Bularning demak
bu raqamlar bilan nomerlangan o'yin, demak, soqqasi tashlanyapti deylik. O'yinda bu raqamlar qirrasining chiqish ehtimolligi bu 6 dan 1 bo'ladi. Ya'ni 6 dan 1 ga teng bo'ladi. Soqqa tashlashda, demak, ketma-ket 5 va 6 raqamli, demak, qirraning chiqish ehtimolligi bu 1 taqsim 36 ga teng bo'lsa, har bittasi 1 taqsim 6, ikkinchisi 1 taqsim 6 bo'ladi. Ko'paytirsak 1 taqsim 36 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ehtimolliklar va kattaliklarning o'rtacha qiymati. Endi bizga yuqorida aytib o'tdikki, natijalarimiz o'sha keltirilganimizda, ya'ni tajribalar soni juda cheksizlikka intilganda, bu ro'y berish ehtimoli bir-biriga yaqin bo'lar edi. Ya'ni 50 ga 50 ga o'sha tenglashib boradi. Endi masalan 1 dan 10 gacha yoki bo'lmasa shashqol toshi tashlaganimizda o'sha 6 ta qirrasi bor. Bularning tushish ehtimolligini quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'rtacha qiymat tushunchasi bilan ehtimollik orasida bog'liqlikni konkret o'sha misollarda ko'rib chiqaylik. Sistemada tegishli biror a kattalik n marta o'lchanadi deylik. Bunda n ta o'lchashlardan n bittasida a kattalikning o'lchangan qiymati a1 chiqsin. n2 holatda esa a2 chiqsin. Demak, bu qiymatlar va hokazo chiqishi mumkin o'lchangan. O'lchangan kattaliklarning o'rtacha arifmetik qiymati quyidagiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu tepada chiziqcha bu o'rtachasini belgilar ekan. A o'rtachamiz teng ekan n1 a1 plus n2 a2 va hokazo. Demak, n a n taqsim o'sha umumiy tajribalar soni n ga nisbati bo'lar ekan. Va yoki buni summa shaklida ham yozishimiz mumkin. Summamiz i teng 1 dan n gacha bo'lganda ni n ga nisbat olib a i ga ko'paytirishimiz kerak ekan. O'lchashlar soni n yetarli darajada ko'p bo'lganda ni taqsim n deyarli o'sha a qiymati, demak, a i ga teng bo'lish ehtimolligiga teng bo'ladi. Sabab yuqorida ham aytib o'tdikki, bu n'imiz juda katta bo'lganda mana bu nisbat 1 ga intiladi. Demak, a i ga teng bo'lishini ko'ramiz. Demak, a kattalikning o'rtacha qiymati uning alohida qiymatlari a1, a2, a3, anlarning tegishli ehtimolliklariga ko'paytmasining yig'indisiga teng ekan. Mana bu holatda ham ko'rishimiz mumkin. Umumiy formulasida i teng 1 dan n gacha o'zgarganda pi a i ga ko'paytma nimasi bo'lar ekan, summaga teng bo'lar ekan. Xo'p, demak, shashqol toshini masalan tashlashda yana ko'rdikki, qo'sh nimalarida xuddi mana 4, 8, 12, 16 va hokazolar quyidagi tartibda joylashgan bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'rtadagi o'sha qiymatlarning ehtimolligi yuqoriroq bo'lar ekan. Masalan, 1 dan 10 gacha o'sha son bo'lsa agar, ehtimollik bo'lsa, o'sha o'rtadagi 4, 5, 6, 7 larning demak ehtimolligi nisbatan yuqoriroq bo'lar ekan. Va hokazo, demak, pastdagilariga ham ko'rishimiz mumkin. Binomial taqsimot. Demak, taqsimot maxsus holi sifatida birinchi formuladagi taqsimot qaraladi. Bunda albatta o'sha gaz hajmi, masalan, V teng V1 plus V2 ikkita teng bo'lmagan hajmlarga bo'linadi. Har qanaqa o'sha mikro holatning ehtimoli statistik jihatdan mustaqil hodisalar ehtimolligining ko'paytmasi formulasi asosida topiladi. Ya'ni birinchi va ikkinchi formulalarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi makro parametrlarning ehtimolligi esa statistik og'irlikni inobatga olgan holatda quyidagi 3-ifoda orqali topishimiz mumkin. Xo'p, keyingi bayonotlarni demak yengillashtirish uchun quyidagi umumiy belgilashlarni amalga oshirishimiz mumkin. N demak kichkina n, n1imiz m va p'imiz esa v1 taqsim v ga teng bo'lsin. Yoki buni zarrachalarning v1 hajmdagi tegishli ehtimolligi bilan qo'yishimiz mumkin. Bu esa v2 taqsim v bu teng 1 minus demak p ga teng bo'lsin. Bu zarralarning v2 hajmdagi tushish ehtimolligi bo'lsin. Xo'p, demak umumiy holatda quyidagicha olishimiz mumkin. Ya'ni p n1 n2 teng ekan pn m shaklida yozishimiz mumkin ekan. Va bunda pn m'imizni quyidagicha yozsak agar va bu yerda bu teng ekan cn m pm qn minus m ga teng ekan. Ya'ni bu yerda yuqorida ham aytib ko'rib chiqdikki, cn m'imiz bu
n ta elementning m-tasini tanlash kombinatsiyasi soni hisoblanadi. Ya'ni binomial koeffitsient deyiladi. Ya'ni c nmimiz o'sha binomial koeffitsient deyiladi yoki binom koeffitsiyenti ham deyiladi. Hop, 4-shakldagi taqsimot binomial taqsimot deb ataladi, chunki bu Newton binomi qatorining yig'indisi hadlariga o'xshash bo'ladi. Hop, yoki buni 5-ifoda orqali ham summa shaklida yozishimiz mumkin. Agar p va q o'zaro istisno qiluvchi hodisalar ehtimolligi bo'lsa, unda p plus q'miz 1 va Newton binomi esa qatorlarning yig'indisi yoyilishi quyidagi normallash shartiga ko'ra topilishi mumkin va buni agar ko'rib chiqsak, bu ham albatta 1 ga teng bo'lar ekan. Zarralchalar soni kuchli fluktuatsiyasi quyidagi nisbat orqali aniqlanadi. Fluktuatsiya deganda bu notanish so'z bo'lishi mumkin. Muvozanat vaziyatdan chiquvchi nimalar aytiladi hodisalarda. Ya'ni bu sigma m taqsim demak m o'rtacha shaklda yoziladi. Bu 1 taqsim ildizosida m o'rtachaga teng bo'ladi. Xo'p, yuqoridan pastda hozir demak rasmda ko'rib chiqamiz. N teng agar 20 ta va individual ehtimolliklar p teng 1 taqsim 2 bo'lganda binomial taqsimot demak tasvirlangan. Buni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda demak birinchi holatda ko'kda n teng 20, p esa 0.1 ga teng bo'lyapti. Ikkinchi n teng 20, p teng 0.5 ga teng bo'lyapti. Uchinchisida n teng 20, p 0.9 ga teng bo'lyapti. Bu yerda qarasangiz n lar teng bir-biriga nisbatan, lekin p'lar farq qilyapti. Ya'ni birinchisi 0.1, ikkinchisi 0.5 va 0.9 va bu yerda o'zgarish ehtimolliklarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, binomial taqsimotning demak yaxshi namunasi o'sha sharlarning demak Galton doskasi deb ataladi. Bitta doskada mix urilgan. Demak yuqoridan tortib pastga uchburchak shaklda bu yerda mixlar yig'indisi bor va yuqoridan o'sha shariklar qo'yib yuborilganda shariklar mana bu pastdagi sutunlarda demak tushadi. Bu demak tushgan o'sha shariklarda aniq ko'rinishi mumkin qanaqa taqsimot vujudga kelishini. Bu mana shunaqa hodisani birinchi marta o'sha bu nom ingliz ixtirochisi F. Galton tomonidan 1873-yilda qo'yilgan. Galton mana shu demak doskani o'ylab topgan. Galton doskasi bu old tomoni shaffof bo'lgan qutda hisoblanadi, ya'ni oyna bilan o'ralgan. Uning orqa devori shaxmat tartibida 6 burchakli mixlar qoqilgan bo'lib, ular 3 burchakli shaklni hosil qiladi. Ya'ni mana bu har bitta mixning shakli 6 burchakli bo'ladi va ular umumiy hisobda umumiy o'sha 3 burchakni tashkil etar ekan. Yuqoridan qutiga varonka orqali demak sharlar tashlanadi. Har bir sharcha pastga tushganda mixlar o'sha mixlarga uriladi. Ya'ni mana bu mixlarga urilgandan keyin demak u yo'nalishni o'zgartiradi va har bir urilishda u bir xil ehtimollik bilan, ya'ni p teng q 1 taqsim 2 bilan o'ng yoki chap tomoniga uriladi. Mana tepadan tushganda birinchiga urilganda demak bir xil ehtimollik bilan chapga yoki o'ngga burilar ekan, ikkinchisiga tushgan xuddi shunaqa oxir oqibat demak pastga tushadi. Demak qutining pastki qismida bo'linmalarga bo'lingan bo'lib, bu bo'linmachalar pastki qatordagi mixlar soniga mos keladi. Ya'ni mana bundagi mixlar soniga mos kelar ekan. Buni qarasangiz agar mana shunaqa shaklda bo'lar ekan. Ya'ni bundan ham ko'rinib turibdiki, o'rtadagi o'sha tushishlar katta va chetlariga qarab turib kamayib ketgan. Mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu yuzasidan quyidagi nazorat savollarini mustaqil ko'rib chiqasizlar va bundan tashqari demak QR-kodda agar skanerlasangiz bu yerda test bor. Mustaqil ravishda bu testni ishlaysizlar va natijalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qanaqadir tushunmaydigan savollar bo'lsa agar demak bizni kontaktlarimiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.